Xayrli yakshanbalar. Azizlarim, bilasizlar, yangiligimiz 15-iyun kuni inshaalloh tog' bag'rida jonli retritda hammani taklif qilaman. Qatnashinglar, birga bo'linglar. Inshaalloh jonli ko'rishib, juda ham ko'pchilik karma haqida so'raydi. Karmani yechish, hayot o'zgartirish, karmический masalalardan oxirigacha qutulish, hamma savollarga javob topib, yechib va albatta baxtli, omadli hayotga erishish xohlovchilarni hammalarni 15-iyun kuni inshaalloh Xumsonda tog' bag'rida 4 kunlik, unutmang, 4 kunlik uchrashuvga hammalarni taklif qilaman. Birga bo'linglar. Unutmang, biz eng zo'r hayotga ochiqmiz, loyiqmiz, tayyormiz. Demak, 15-iyun kuni jonli uchrashuvga, retritga 4 kunga biz bilan birga bo'ling. Biz bilan bir qadam oldinda bo'ling.